Ömrüm. 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 Hayatım. Gelenem. Raisga bekar Instagram ochib beribmiz-da. Nimaga? Ko'rmayapsanmi, jinniket trendlarni yana boshladi. Nargiza, sizga trend diplosi. Ming bor dunyoga kelsam qaytib, seni minglar ichidan topaman qaytib. Rais qara, tugab ketyapti-yu. Shu Nargiz opa hasakamdan bo'lsa ham telefon qilib qo'ymabdi. Nada qiyammi? Bana tamam. Ne nada havono ular yaraymaydi. Ana ne yarayani bitasi. Hekine balayını oğlanın oğluna var. Dadoş. Hov, Dadoş. ana shu nima qilyapsan? Yig'laganim yo'q. Jinni, meni aldolmaysan, bilasan-ku ana shu. Qachon kelasiz musofirda? Hayt, Nargiz opam oxir telefon qildi-da. Siz hech qachon pulni bunaqa qilib sanamang, bunaqa qilib. Ko'ryapsizmi? Siz pulni o'zingizdan qachiryapsiz bunaqa qilib. Ko'ryapsizmi? Pulni hamisha sanagan payti bunaqa qilib o'zingizga tortib sanang bunaqa. Mana o'zingizga tortib sanasangiz, sizga pul keladi o'zi bunaqa. Bundan. Rais, biz kap-katta odamlar o'ynayapmiz. Ish qilib reklama tushamikin? Zubta ayu, men senga aytayapman, 6 ta pochqani olamiz. Tek qo'y. Hayt! Bugun kim issiq bo'ptimi? Bugun kim issiq bo'ptimi do'stlar?